Sizni ham farzandlaringizda kechasi oyoq og'rig'idan shikoyati bor. Sizga oyoq og'rig'iga sabab bo'luvchi hech kim bilmaydigan narsalarni aytib beraman. 50% oshiq ota-onalarning bolalarida uchraydigan muammo qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi va insonda quvvatsizlikni beradi. Bolalarimizdagi lardoz, kifoz, umurtqa pog'onasidagi egilish. Assalomu alaykum azizlar. Ushbu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, aniq bilamanki, sizni ham farzandlaringizda kechasi oyoq og'rig'idan shikoyati bor. Nima qilishni bilmasdan YouTube dan buni izlayotgan bo'lsangiz kerak. Men bu joyda hozir videoni oxirigacha 5 minut davomida sizga oyoq og'rig'iga sabab bo'luvchi hech kim bilmaydigan narsalarni aytib beraman. Buning uchun siz bizani oxirigacha kuzatib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ko'pchilik 50% dan oshiq desak ham bo'ladi. 50% dan oshiq ota-onalarning ichidagi dardi, ya'ni kechasi bolasi oyoq og'rig'idan shikoyat qiladi. Nima qilishni bilmasdan analiz topshirib, revmatizm bo'lsa kerak deb o'ylab, dori-ukollar bilan lecheniya qilishga tushishadi. Lekin aslida bu narsaning sababi revmatizm bo'lmaydi. Shuning uchun bolalaringizda oyoq og'rig'i bo'lsa, uni revmatizm deyishga shoshilmasdan boshqa tekshiruvga olib kelishingizni maslahat beraman. Chunki insonni oyoqlarini og'ritadigan narsa faqat yallig'lanish emas, u muskuldagi o'zgarish, nervdagi qisilish, muskul tonusini noto'g'ri tarqalishida bo'lishi mumkin. Chunki bizga ko'p bemorlarimiz murojaat qilib kelishadi. Ularni lecheniya qilganimiz davomida ular farzandimni ham ko'rib qo'ying deb taklif bildirishadi. Biz ularni farzandini tekshirishimizda shu ma'lum bo'ladiki, kechasi oyoq og'rig'i, ko'p yugurganda oyog'i toliqib og'rib qolishini shikoyat qiladi. Tekshirib ko'rganimizda ularni oyog'idagi boldir muskullari yoki oyog'idagi oldi son mushaklari yaxshi ishlamaganini aniqlaymiz. Buni sababi bo'lib, u qachondir bola yuguradi, o'ynaydi, qattiq yiqilgani bo'ladi. Boshidan jarohat olgan bo'ladi. Ana shu jarohatlarning sababidan uni oyoqlariga, boldir muskullariga tarqaluvchi nervlarning signali o'zgarib ketadi. Ya'ni signal darajasi ko'tariladi, muskulni tirishish holatiga, ya'ni gipertonusga olib kelib qo'yadi. Bu gipertonus holati uzoq davom etgandan keyin muskullarimizda sut kislotasi, ya'ni molochniy kislota ajraydi. Molochniy kislota bu shunaqa narsaki, mana sportsmenlarimiz biladi, qattiq jismoniy mashg'ulotdan keyin mushaklarimizda normal holatda sut kislotasi ajraydi. Bu sut kislotasi tarqaguncha insonga 1 kun 2 kun davomida qattiq og'riq beradi. Endi bizani kinezologiya pediatr yangi yo'nalishimizda gipertonus, ya'ni mushakni tinimsiz ravishda tirishib qolish holati bor, mavjud. Ana bu holatda agar tekshirib aniqlamasangiz, bu uzoq muddat davom etsa, oyog'imizda surunkali og'riqqa olib kelishi mumkin. Chunki mushak tirishib qolgandan keyin u joyda qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi va muskullarda juda ham qattiq, kuchli charchoq, og'riq hissini beradi. Shuning uchun sizni ham farzandingizda kechasi oyoq og'rig'i yoki futbol o'ynagandan keyin oyog'im og'ridi, oyog'imni boldir qismida og'riq bo'ldi desa, qon analiz topshirish maslahat beraman. Lekin nima chiqqan taqdirda ham revmatizm tashxis qo'yishga shoshmasdan, uni muskullarini va nerv sistemasidagi muammolarni bizani klinikaga murojaat qilib tekshirtirishingizni tavsiya qilaman. Chunki biz u muskuldagi nerv tonuslarini tekshirib, unga to'g'ri tashxis qo'yib, dori-ukollarsiz yechim bera olamiz. Yana bolalarimizda ko'p uchraydigan muammolardan bittasi bu ham shu muskul muammolariga taqaladi, lekin bizni bolamda vitamin yetishmayapti, bolamda qanaqadir moddalar yetishmayapti, bolamda ichaklarida har xil gelmentoz holatlari ketyapti deb o'ylaymiz. Holsizlik. Ko'p bolalar holsizlik, fizически aktivность pastligidan ota-onalar shikoyat qilib doktorlarga, pediatrlarga murojaat qilishadi. Fizически aktivni pastligini bizani pediatr kinezologiya sohasidan tekshirilganda shu ma'lum bo'ldiki, ya'ni quvvatsiz, ishga ishtiyoqi yo'q, sportga ishtiyoqi yo'q bolalarda muskullaridagi tonus tekshirganimizda pasayishni kuzatdik. Ya'ni gipotonus holatini aniqladik. Bu gipotonus holati miyamizdan tarqalgan nervlarni muskullarga yetib kelmasligi hisoblanadi. Agar shu muskulga keladigan nerv to'laqonli yetib kelmasa, u joyda tanamizning qaysi joy bo'lishidan qat'iy nazar qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi va insonda quvvatsizlikni beradi. U yosh bolalarimiz biz o'ylaymiz, holsizlik qotdi, dangasalik, yo'q, aslida miyadan kelgan nerv to'g'ri tarqalmayotgan bo'ladi. Bu narsani tezda aniqlab, muskul tonusini joyiga qo'yuvchi yangi metodika, ya'ni pediatr kinezologiya uslubi mavjud. Bu uslub bilan undan tashqari juda ham ko'plab muammolarni bolalarda lecheniya qilsa bo'ladi. Bolalarimizda bu soha pediatr kinezologiya orqali davolashni ustun tarafi, afzal taraflardan bittasi
bolalarimiz o'sayotgan jarayonda bo'ladi. Ya'ni bolalarimiz soat sayin o'sadi. Agar biz shu soat sayin o'sayotgan, ya'ni aytadi-yu, ekinni yoshligida to'g'rilab qo'ysang, keyin to'g'ri o'sadi degandek, bolalarimizdagi o'zgarish, muskul tonuslari, nerv sistemasidagi o'zgarishlarni agar joyida topib, uni maxsus uslublar bilan bezarar, ya'ni dori-darmonsiz yo'l bilan to'g'rilab qo'yadigan bo'lsak, u bolani yaxshi o'sib rivojlanishiga, qomatini, muskullarini, ya'ni fiziki aktivnostini tez ko'tarishiga olib keladi. Bundan tashqari, bolalarimizdagi lardoz, kifoz, umurtqa pog'onasidagi egilish holatlarida ham shu bizani yangi peditiar yo'nalishimizga, ya'ni reflekslarga ta'sir qilib turib, umurtqa atrofidagi muskullarni tiklab, qomatini to'g'irlash imkoniyati bor. Bolalarda bu narsa juda ham tezlik bilan bo'ladi. Agar u inson shu qomati buzilgan holatda 20 yil, 25 yil yashab katta yoshga yetgan bo'lsa, keyin bu muskul tonusini tiklagandan keyin ham uni orqaga qaytarish uchun juda ham ko'plab mashq qilish kerak bo'ladi. Bolalarimizda hali strukturalni, ya'ni umurtqa pog'onasida bo'g'imlar o'zgarib ketmagan bo'ladi. Hali u elastik, yumshoq holatda bo'ladi. Bu holatda agar mushaklarning tonusini tiklab beradigan bo'lsak, bu narsa bolalarimizga tez natija beradi va tezda ularni muammolardan qutulishiga sababchi bo'ladi. Agar videomizni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizni ham farzandlaringizda shunaqa kechasi oyoqda og'riq shikoyati yo umurtqa pog'onasida muammolari bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Har bittasiga javob berishga harakat qilamiz. Raqamlarni qoldirdik. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, farzandlaringizni konsultatsiyaga yozdirib olib kelishingiz mumkin. Sizga aniq tekshirib tashxis qo'yib beramiz.